Yulduz Rajabovaning to'yi qachon? Kanalimizni birinchi marta ko'rib turgan bo'lsangiz obuna bo'lishni va video ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Jahon va o'zbek shou-biznes vakillarining Instagram sahifalariga joylashtirilgan qiziqarli foto va videolarni e'tiboringizga havola qilamiz. Insta bloger Muborak Abdullayeva o'z sahifasiga buvisi bilan tushgan suratini joylashtirdi. Bloger yaqin kunlarda 77 yoshga to'lishi munosabati bilan buvisini samimiy qutladi. Aktrisa Oydin Yusupova syomka jarayonlaridan fotolarni kuzatuvchilariga ulashdi. Midwine jamoasi a'zolari marhum do'stlari Farhod Mannopovning eng katta orzularidan birini ro'yobga chiqardi. Vaynerlar Farhodning oilasi uchun yangi hovli qurib bitkazib, uni egalariga topshirdi. Bundan 3 yil avval Toshkentdagi xususiy klinikalardan birida Vayner Farhod Mannopov vafot etgandi. Uning vafotidan keyin midwaynechilar do'stlarining barcha orzularini amalga oshirib kelmoqda. Aktyor Shohrux Hamdamov Qashqirlar makonidagi Po'lat Alamdar obrazidagi aktyor Muhammad Nejati Shashmas va o'zining rasmini birgalikda joylab, turk aktyoriga qanchalik o'xshashi haqida obunachilardan so'ramoqda. Taniqli aktrisa Sitora Farmonova Dubay sayohatidan navbatdagi suratini tarmoqqa joyladi. Raqqosa Parizoda bahoriy ko'rinishda muxlislariga ko'rinish berdi. Qiziqchi Avaz Og'un oilasi bilan birgalikda xorijga sayohat uyushtirdi. Xonanda Otabek Madrahimov 12 yildan so'ng O'zbekistonga qaytdi. Uzoq vaqt davomida AQShda istiqomat qilgan san'atkorning ushbu tashrifi ijtimoiy tarmoqlarda e'tibor markazida bo'lib turibdi. 17 fevral kuni Istanbulda nikoh marosimi bo'lib o'tgan aktrisa Yulduz Rajabova va turk aktyori Emre Kvilcimlarning to'yi qachon bo'lishi ma'lum bo'ldi. Spektakl premyeralarining birida jurnalistning to'y haqidagi savoliga turk aktyori quyidagicha javob bergan. Biz to'yni Toshkentda o'tkazishni reja qilgandik. Shu sabab nikoh hamda kichik ziyofat haqida ma'lum qilmagan edik. Ammo ziyofatga tashrif buyurganlar rasmlarni ulashishdi. To'yni 1-2 oydan so'ng o'tkazmoqchimiz, deb aytgan. Agarda sizga mashhurlar hayoti qiziq bo'lsa, bizni kuzatishda davom eting. Obuna bo'lishni va video ostiga like bosishni unutmang.